Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu Afg'onistonlik birodarlarimizning ixtirolari. Bu oddiy xashak va nimalardan iborat. Endi tevasi yo'q, sen ochma. Endi birodar azizlar, mana ko'rib turibsiz, bu ixtiro haddan tashqari sodda va o'zining bir haligi nimalarga boshqa konditsionerlar ham o'sha xalatagin va boshqa gazlar bilan ishlashi oqibatida insonlarga doimo ayniqsa mana allergiyasi bor kishilarga yomon ta'sir qiladi. Mana ko'plar o'ylariga e'tibor bilan qarashsa bu kasallik mana gaymarit deymiz, burunlarni bekilib qolishi va ko'pgina allergik kasalliklarning kelib chiqish manbalari ko'proq xuddi shu konditsionerga bo'lib taqaladi. Negaki konditsioner havoni oladi va o'sha qaytarib o'ziga beradi. Unda ko'proq filtrida to'plangan ko'plab bir haligi nimalar, zamburug'lar deymiz yoki bo'lmasa o'sha halokatga eltuvchi yomon infeksiyalar o'sha yerda rivojlanadi. Bu allergik kasal deb aytishadi. Bularning yana bir mog'or, boshqa narsalar. Bunga himoya qilayotgan burun va burun ichidagi o'sha tuklar himoya qila olmay qoladi. Negaki charchaydi. Shuning uchun bu birinchidan ham sodda va ajoyibligi bilan meni hayratga soldi. Mana qarang. Ochib ichini ko'rsataman. Mana. Ko'ringiz-ya? Juda bir manada bu kichkinagina suv nasoschasi bor. Bu suv nasoschasi olib turib tepaga suvni beradi. Tepadagi suv esa mana bu xashaklarga ilashadi. Mana bu yerda esa parrakcha motorchi esa oddiy va sodda avtomobillarning ishdan chiqqan avtomobillarning kerakmas radiatorlardan olingan radiatorni aylantiradigan oddiy 12 voltdan ishlaydigan parrak bu tomonga qarab haydayapti, sovuq havoni tortib bu yoqqa haydayapti. Buning hech qanaqangi haligi nimalar uchun havoni namlaydi, namligini oshiradi. Sovutish darajasi xolodilnikdan past emas. Ammo tejamkorligi albatta biroz xunuk, mana bu bochkachaga qo'yib qo'yilgan, biroz xunuk, ammo hech qanaqangi bir hali nima tomoni yo'q. O'zimizni buni qo'yxonalarga yoki bo'lmasa boshqa joylarga ham qo'yib ishlatsa bo'lsa kerak. Meniki men xudo xolasa, albatta men o'zim shunaqa nima qilishga hayronman. Oddiy o'sha xashakni bir 15 kun, 20 kunda bir almashtirib tursa bo'ladi. Mana bu motorchik, mana kichkina motorchik, mana hozir ko'rsataman. Mana oddiy kichkina motorchik mana. 12 volt bilan ishlaydigan kichik motorchik. Endi 220 suvda ishlab doimo turganligi uchun albatta bu xavfli bo'lib qolishi mumkin. Bu hali mana ko'proq ventilyator va boshqa narsalardan ham chiqadi. Mana birodar azizlar, ajoyibligini ko'ring. Bu mana shu yergacha suv turadi. Mana shu yergacha suv turadi. Ko'proq quyib olsa, to'g'ri kelmaydi. Suvni ham qo'shib qurish mumkin. Bu albatta quyilgan suv qanchaga yetadi? Qora 20 litr bo'ladi. 20 litr bo'ladi. 20 litr suv bo'ladi. Qanchaga yetadi bu suv? Bu bir kunga yarim kunga yetadi. Bir kunga yetadimi? Bir kunga yetmaydi, yarim kunga yetadi. Ha, shu. 10 soat. Madrasa nimasi? Bu kishi qora, shu yerda o'qiydi. Bu kishi mana shu nimalarga bir qarab turar ekan. Ammo bitta nima Qorxon bilmasdan motor ustiga suv qo'yib yubordilar, yonib ketdi. Ha, shunaqa. Qo'yib ketdi. Ishdan chiqdi. Ishdan chiqmaydi. Ishdan chiqdi, motorchik ishdan chiqdi xolos, to'g'rimi? Hozirmi? Yo'q, nariginiki. Ha. Quying suvdan, suvi oz qotdi. Qani suvdan quying bunga. Shunaqa. Quying. Mana. Juda ham sodda. Buni hamma o'y xonadonga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Mana bu ko'proq allergik kasallari bor odamlar ko'pincha avtomobil muzlatgichlarida ham ko'proq allergik kasalliklarga nima bo'ladilar. Uni 1000 marta ko'mirdan qilingan qimmatbaho filtrlar qo'yadilar, boshqa bo'ladilar. Baribir xaladagin.
xonadagi baribir o'ziga infeksiyadan to'playdi. Shu bilan birgalikda yana qaytarib bizga berishi mumkin. Mana bunda esa hech qanaqangi nimasiz tabiiy eng oson o'sha oddiy avtomobillarning ventilyatori va oddiy eng tizig'i bizni ko'p ham oladi. Xarajat kam, sog'liqqa ziyoni yo'q. Tabiiy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada fikr va mulohazalaringizni bildirasiz. Shu bilan birgalikda yana bir katta bir ixtironi, afg'onlar ixtirosini. Shu bilan birgalikda davom etamiz. Mana buni sizlarga ko'rsatdim. Unakol. Katta kichik qiladigan, buni nimasi ham bor ekan. Haligi ligirovka qiladigan, nima qilib murovatlarni sozlovchi bir suvni katta kichik qilishi mumkin ekan. Shu bilan birgalikda havoni ham katta kichik qilib haydashi mumkin ekan. Mana bu esa to'rchalar nimaga qo'yilgan. Hozir bir daryo bo'yi bo'lganligi uchun har xil nimalarga, hasharotlarga qarshi qo'yilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada fikr va mulohazalaringizni albatta bildirasiz degan umiddaman. Eng yana bir qiziq bizni kuzating, kuzatishingiz davomida yana bir ixtirodan xabardor bo'lasiz. Sodda, oson va yaxshi, foydali. Salomat bo'linglar.